alaykum aziz vohadoshlar. Bugun sizning e'tiboringizni koronavirus mavzusidan biroz bo'lsa-da uzoqlashtirish uchun biz harakatdan charchamaymiz. Mana bugun Diyor 24 ning tinib tinchimas xodimlari Boysun tumanining Sayrob qishlog'iga sayohat uyushtirdi. Behruz, ko'ryapsizmi, qanday jannat makon yurtda yashayapmiz? Ha, albatta Mahfuza, bu yerning ob-havosi ham huzurbaxsh ekan. Dar haqiqat, ob-havo deganda ob tojikcha so'z bo'lib, suv degan ma'noni bildiradi. Biz nima uchun suv haqida gap ochganimizni birozdan so'ng bilib olasiz. Qani ketdik. Mana aziz hamyurtlar, ko'rib turganingizdek bu Sayrob suvi, ya'ni suv boshi deb aytilar ekan. Odamlarning aytishlaricha bu suv ko'pgina xususiyatlarga ega ekan. Nega deysizmi? Chunki bu suvni muntazam iste'mol qilganlar qand diabeti kasalligi va shunga o'xshash jigar, o't kasalliklari bilan hech qachon og'rimas ekan. Shuncha yo'l bosib kelib, bu suvni ichmaslikda iloji yo'q ekan. Sayrob suvi mana shu dargohdan qadoqlanar ekan. Yana bir e'tibor Şükür, Xudoga shukr, Xudoga shukr. Mo'jaz buloq haqida ozgina bir ma'lumot bera olasizmi? Albatta. Men shu o'zim shu qishloqda tug'ilib o'sganman. Yoshim 65 dan ham oshgan. Jumladan abolimni sino shunday deganlarki, suv 4-5 xil bo'ladi. Eng shulardan toza suv mana shu buloq suvi agar degan tog'ni ostida rek deymiz, mana qiyr o'rtasida oqib kelsa, ana shu suv haqiqiy shifobaxsh va toza suv deb aytilgan. Mana shu bizning bulog'imiz haqiqatan mana shu subsiz tog'ining ostidan, bu tog'ning o'zi asli balandligi vertikal holatda 2000 metr. Shu yerdan oqib kelyapti. Sayrob qishlog'ining nomining asli ma'nosi Sayrob, Sariob yo Saylob degan tojik tilida. Mana shu Sayrob degani ma'qulroq. Mana shu tog'ning ostida nima bo'lgan? Chiqqan o'zi chiqib qolgan. Bu qanaqa suv? Bu shifobaxsh. Shifobaxsh degani bir ichasiz-ku, ichgandan tashqari yana kasalliklarga davo. Mana shu yerga bizning qishlog'imizda agar bir 800 xo'jalik bo'lsa, 2000-2,5 mingdan oshiq fuqarolar oramizga bironta saqir kasalligi yo'q. Qand, ha, ana shunday. Chinorni aytilganki 1000 yildan keyin o'zi kuyadi buni. Mana bu chinorimiz 1000 yil ko'proq. Bu kuyib bo'lgandan keyin atrofida shoxlab chiqqan navdalardir ular. Shuning uchun buni hech kim bilmaydi. Yoshini ichida. Taxminlar bor, 1950 yil degan ma'nolar bor. Ana shunday. Diyor 24 kuzatuvchilari, bu chinorning yoshi deyarli 1000 yoshda ekan va balandligi esa 26 metr deya ta'kidlashyapti. Tarixga nazar tashlaydigan bo'lsak, Sayrob chinori umrboqiy daraxt deb e'zozlanib kelinayotgan chinor bobo deyarli 1000 yoshda.
Vohaning Boysun tumani Sayrob qishlog'idagi ana shunday ikki tup ko'hna chinor ostida ilgari askarlar qarorgohi va 1920-yilda esa qishloq kengashi idorasi sifatida foydalanilgan. Bundan tashqari mo'jazgina chinor 1932-yil, 1934-yillarda kutubxona va 1936-yilda esa qishloq savdo do'koni, maktab, choyxona vazifalarini ham o'tabergan. Hozirgi paytga kelib esa bu chinor mo'jazgina bir muzey etib tashkil etilgan. Muzey tabiiy yodgorliklar sifatida muhofazaga olingan. Mana azizlar va shu bilan birgalikda mahalliy aholi bilan ham suhbatlashishga ulgurdik. Древнему чинару около 950 лет. Высота достигает 26 метров, высота ветки 21 метров. Дупли этого чинара было 7 метров. В день Октябрьской революции в дупле этого чинара была школа, где обучали бедные дети. А в 1932 по 1934 году чинар был лареком для торговли продуктами. Источник родниковая вода в Сайробе лечит сахарный диабет. Источник родниковая вода в Сайробе зимой бывает теплый, а летом прохладный. Рыба не развивается. Если человек болеет желтухой, утром каждый день 7 дней подряд смотреть на эту рыбу, то у него исчезнет желтизна глаза. Сайроб находится в среди шелковичный путь. Еще есть здесь археологический памятник. Вот у Зундара это крепость Искандара. Это археологический памятник находится в Байсуне, подножие Бекшлаке Сайроб. А это в 1970 году нашел академиком Рутладзе. В 2015 году полностью изучен это сооружение, построено из каменного четырехугольной формы. Сайроб находится в среди шелковичный путь. Спасибо. Вам тоже спасибо. ega bo'lgan chinorlar ostida oqib o'tayotgan mana bu zilol
Chegaralanib qolmasdan shifobaxsh sayrob suvini qadoqlanish va qayta ishlash jarayoniga ham qiziqdik. Qani ketdik. Sayrob qishloq suvlari butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib berilyapti. Hayda buldum yeki gavhardonaga pardoz qilib ushdim manzilxonaga paydo buldum yeki gavhardonaga pardoz qilib ushdim manzilxonaga ayrıldım kulbaxonaga diyoga pushti panoga ayrıldım kulbaxonaga diyoga pushti panoga dona yedim tamom buldum qiymat edim arzon buldum Dona yedim tamam buldum, kıymat edim arzon buldum. Altın edim çoyan buldum, altın edim çoyan buldum. Evveliden namoyon buldum. Evveliden namoyon buldum, çünkü ocak pinhal buldum, çünkü ocak pinhal buldum. Bir bağdım, bahçeni gülü yedim, ota onam canı dili yedim. Bir bağdım, bahçeni gülü yedim, ota onam canı dili yedim. Shu tariqa bizning g'oyibona tashrifimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Biz sizlar bilan Boysun tumanidagi mo'jizaviy Sayrob qishlog'ida bo'ldik. Xayr, sog' omon bo'ling. O'zingiz va yaqinlaringizni ehtiyot qiling. Bizni esa ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring.